Yoz keldi, marojniy sezon boshlandi. Bir xil marojniy yeb to'ygan do'stlarimiz uchun ajoyib retsept. Videoni o'tkazmay, videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz ham tayyorlashni o'rganib olasiz. Qo'lbola marojniyni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar hammasi Toshloqda ochilgan Ziyo marketda bo'ladi. Bu magazinda nafaqat bizga kerak bo'ladi, barchamizga kerak bo'ladigan hamma mahsulotlarimiz bor. Sut mahsulotlari, mevalardan tortib suvlargacha, shokoladlargacha va hamma mahsulotlar shu yerda mujassam. Bu magazinni menga yoqadigan eng zo'r tarafi, hamma ishchilar klientlar uchun juda ham chiroyli muomalada bo'lishadi. O'zimizning asosiy marojnamizga qaytamiz. Bizga kerak bo'ladigan hamma narsa shu yerda. Bu yerda pishloq kirimi, ananasni konservalangani va o'zimizning damashniy qaymog'imiz. Ananasning o'rniga mango qo'shsangiz ham bo'ladi. Bu marojniy retsepti bilan do'stlaringiz va yaqinlaringizni juda xursand qilsangiz bo'ladi. Bu retseptni ko'rsatganim sababi ko'chada doim bir xil marojniy yeganimiz sababli bu yangicha bo'lganligi uchun sizlarga tavsiya qilaman. Ananasni konservadan ochganingizdan so'ng suvni hammasini quymaysiz, yarmini olib qo'yasiz va blenderga solamiz. Solib bo'lganimizdan so'ng shakar sepib, blenderdan yaxshilab chiqarib olamiz. Buni ustiga qo'shimcha hech narsa kerak emas. Xuddi shu holatda chiqarsangiz, qo'yoqligi juda normal holatda bo'ladi. Massamizni yaxshilab blenderdan chiqarib olganimizdan so'ng